Mana xanımlar, bunun üstüge öğünün temperatürü erigen sarmayımız koyduk. Hem de bunu aralashtiramiz. Bu xamirimiz boşuq qoldi. Yani üstüge yana unni sepib turib, qo'l chaplashmaydigan darajada yumshoq xamir yo'g'iramiz xanımlar. Mana xanımlar, xamirni yo'g'irib bo'ldik. Bu shunday yumshoq xamir bo'ldi xanımlar. Endi bu qochimizni suyuga maylab olgandan keyin, buni bir qur maylab olgan qochimizga yumshoq, shunday yumshoq xamir, qo'lga chaplashmaydigan darajada yumshoq xamirimizni ustini qoshiq xalta bilan yepib, ustini yepib turib, buni 1 soat tundirib bo'ldiramiz xanımlar. O'zida 2-3 hassa cho'ngaygacha 1 soat bo'ldiramiz. Endi men xamir yo'g'irish jarayonida 500 gram undan mushunchalik un eshib qoldi xanımlar. Hammasini qo'yatmaymiz chimo. Hammasini qo'ysak qattiq qilishi mumkin. Men xamirimiz shunchalik bo'sh halati bo'ldi. Ham buni 1 soatdan keyin ko'pgan altini ko'raylik. Hem hozir qiymasini tayyor qilamiz. Hem buni qiymasiga 1,5 kilo chanalgan go'sht, qo'y go'shti yoki xal go'shti bo'lsin bo'laveradi. Ondan keyin cho'ng bir parcha piyozni chanib oldik, qushaq. Ondan keyin 1,5 kilo go'shtning ustiga cho'ng bir parcha piyozniki chanalsin sog'gandan keyin uning ustiga o'zimizni yoqtirish asosan muvofiq miqdorda qarmosh, muvofiq miqdorda zira va tuzlarni sepib olamiz. Mavi tuz, qarmosh, zira, dardarmakni o'zimizning yoqtirish asosan sepib olib, buni mijib qiyma tayyor qilamiz xanımlar. Mana xanımlar, xamirimiz o'zidan biraz yo'g'rab, mana bu pitibdi. Bu xamirimizning yarmini uzib edib, hozir biz mush xamirimizni yarmini uzib edib, buni mavi osh taxtimizda un milib olgandan keyin buni qo'yib 2-3 mm qiladiqda cho'nglatib, mana o'xshash shakl chiqargan qiliblarimiz bilan shakl chiqarib olamiz xanımlar. Mana xanımlar, mana yeyib olgandan keyin mushiniki mana yerda mana qo'yib besib turib shakl chiqarib oldik. Shakl chiqarib olgandan keyin buning o'tirsidagi ziyoda xamirlarni olamiz. Xamirlarni tashlab o'tamiz xanımlar. Ziyodlarni olamiz. Bunu muşnak kesib olgandan keyin abaydan tayyor qilgan go'shtning qiymasidan ozroq elib, bu jiltimizning cho'risiga yeytimiz xanımlar. Bu cho'risi yeytib bo'lgandan keyin buni tugishga boshlaymiz. Shunday qo'yib olgandan keyin